5 ta eng mazali palovlar reytingi. 5-o'rin Qozog'iston palovi. Bu oddiy taom emas, balki cho'l xalqining kulinariya an'analari. Go'sht ko'p, yog'i sezilarli, ammo ortiqcha qo'shimchalar yo'q. Tabiiy go'sht va guruchning mazasi bilan hayratlanarli. 4-o'rin Ozarbayjon palovi. Bu milliy iftixor. Uning asosiy farqi hamma qismi alohida tayyorlanadi. Go'sht, yog', guruch, keyin esa stolda uyg'unlashadi. Nafis, tantanavor va bayramona mazasi bilan. 3-o'rin Arman palovi, quruq mevalar bilan. Bu taom to'y va yangi yilning bezagi. Quruq mevalarning shirinligi, tovuq va yengil pryanos uyg'unlashadi. Insonga nafaqat to'yim, balki iliqlik va mehr-oqibat bag'ishlaydi. 2-o'rin Hind biryanisi. Bu Hind oshxonasining shohi. Basmati sholi, yo'g'urt, go'sht va turli xil piryanis bilan tayyorlanadi. Nafaqat taom, balki haqiqiy marosim kabi ko'rinadi. 1-o'rin O'zbek palovi. Dunyodagi eng mazali palov shu. Bu faqat ovqat emas, balki milliy timsol, urf-odat va iftixor. To'ymi, Navro'zmi yoki boshqa muhim kunlar palovsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. U odamlarni bir dasturxon atrofida birlashtiradi. Endi savol, agar sizga tanlash imkoniyati berilsa, qaysi palovni birinchi bo'lib tatib ko'rardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.